gapiring. 1 va 3 dekabr qanday kun? Zo'r kun opa. Zo'r kun opa. Qanaqa kun? 8-dekabrni bilaman opa. 8 va 10 dekabr ayting. Konstitutsiya. 10 dekabr. Konstitutsiyani 2 kun o'tgan kun opa. Konstitutsiyani 2 kun o'tgan kun opa. Matsiyamiz qabul qilingan kun. Bilardim shuni opa. Bilardim shuni opa. Mayli. Keyin soat. 1 dekabr OITSga qarshi kurash kuni. Kimga qarshi? OITSga qarshi. Xo'p, kasallangan-a, xo'p. 3 dekabr esa nogironlar kuni. Voy, bilmasdim opa. Bitta savolga to'g'ri javob berdingiz. Bironisi berasizmi? Bironisi berasizmi? Hozircha kichkina loyihamiz. Hop. Keyingi loyihalarimizda sovg'alar bilan yuramiz. Hop, qatga chiqaman opa. Qatga chiqaman opa. Televideniyaga emas albatta. Telegram kanalimiz, Asaka Jisetda Telegram kanalimizda. Va, men obuna bo'lganman, 100 dollar berasizlarmi opa? Va, men obuna bo'lganman, 100 dollar berasizlarmi opa? Opa, rostdan obuna bo'lganman saka. Ko'rsata olasizmi? Zaradim yo'q. Mayli, keyingi safar. Mayli, Rahmat javob uchun. beringlar opa. Obuna bo'la olasizmi Telegram kanalimizga? Albatta. Albatta. Keling, men sizga aytaman hozir shuni. Telegram kanalimiz Nomi nima? Asaka kichkina harf bilan, katta harflarda JST. Nima? Katta harflarda JST. Shumi? Da shu. Rahmat obuna bo'lganingiz uchun. Mayli opa, charchamayman. Sog' salomat bo'ling.